Ketdi, ish bitmadi. Nima bo'lyapti? Nima asabiylashyapsan? Ayol kishi deb o'rtoq ishimni bitirib bera olmayapti. Erkak kishi bo'lganda davnim ishim bitgan bo'lardi, o'rtoq. O'zi bunaqa joylarga ayol kishini ishga olib nima qilishadi, o'rtoq? Tovuq miya kuli. Unaqa deyapmi? Tovuq miyani tovuq miya deyish kerak, o'rtoq. Hamma ayollarmi? Hamma ayol kishi tovuq miya. Befarosat bo'ladi. Ketdi. Seningchi? Nima? Opang, ayoling. Tushunmadim. Mana shu tovuq miya deyotgan ayollarning orasida oying ham bormi-la? Nima deyapsan? O'zingni bos, o'g'il bola. Gapni o'ylab gapirish kerak. Nima? Sani oying, sening opangdan tashqari hamma tovuq miyami? Bular ham kimnidir singlisidir, ayolidir. Noto'g'ri gapirib qo'ydilar. Mutaxassisdir, ishlayapti. Tushunmasa tushuntir. Sani ayoling ham ishlaydi. Oying o'qituvchilar. Ularni ham tovuq miya deyishsa ko'tara olaysanmi? O'g'il bola, oyingni tarbiyasini olganing uchun, ayolingni senga bo'lgan ishonchi uchun mana shu yutuqlarga erishyapsan. Shunda sen motivatsiyani befarosat, tovuq miya ayollardan oldingmi? Noto'g'ri gapirding. Uzr endi. Bashariy gapiradigan odatim bor. Achchiq bo'lsa ham. Noto'g'ri gapirdim, o'rtoq. Tushungan bo'lsang xursandman. Ketdi.